Padişahның tacısıydın öz kulahim yaxşıdır. Maڭa ögey vatanimdin öz vatanim yaxşıdır. Yaşap baktım Avrupa hem Afrika'da bir mahal. Cahanda hiç tangdişi yok Türkistanım yaxşıdır. Nil ve Fırat deryaları aqdınızlar ne gerek? El misaqdın bizgi təvə zərəb şanım yaxşıdır. Közlerimni qamaştırğan şəhərlərgə meylim yox. Çöl bolsumu tekli makan iftixarım yaxşıdır. Qasırlarda yetib baqdım cahan kezib yürübmən. Vətəndiki qoşam tamlıq öy makanım yaxşıdır. Közlerimden yaş kurmadı, yeğenim aş bulmadı. Bettipolu yeğenimden Zahranenim yaxşıdır. Yat ellerde Begzadedek yaşsam ger behuzur. Öz ilimde kalender bop yaşığıным yaxşıdır. Vatanimden kitip yirak her lahzede min bırak. Pıraqıda köyünümden can bergenim yaxşıdır. Ölmek asan yaşamaktan müşkül bugün yaşamak. Vatan üçün yaşığınım hem ölgünüm yaxşıdır. Men ki tarım vatan üçün kılalmısam can pida. Davran salmay bir bulunda oldurğanım yaxşıdır. Qanchalik tallaylik ekanligingizni bilamsiz. Gapim quloq seling. Butkul yer shahrida 7 milliard 500 milliondan ortiq nüfus bor. Ammo har kuni 293.542 odam atiki quyoshning siymosini ko'ra olmaydi. Uning illiq haroratidan bahramlanmaydi. Oz deganda 1.750.000 odam doktorxonaning kasal karavotida og'riq azobini tortyotidi. Hatto doktorxona ularning hayotidagi eng oxirgi bekiti bo'lib qoladi. Ba'zi joylarda urush bo'layotidi. Har kun oz deganda 80 million odam urush azobi tortib, jini bilan tirkishadi. 1 milliard 500 milliondan ortiq odam har kun 3 vaqt tamoqning g'imini yeb, uy makonsiz qilib, sirtda yetib qopishga majbur bo'ladi. Agar siz ularga o'xshamasangiz, albatta bu kishilardanmi intayin talaylik, baxtli hisoblanasiz. Odamning eng chong baxtsizligi nima? Buning javobi baxt ichida turib, baxtni his qila olmaslik. Undaqda baxtchu, baxtning o'lchamlik javobi yo'q. Ammo baxt deganlik mashinangizning, mol besotingizning, amalingizning barlig'ini ko'rsatamdi. Albatta undaq emas. Amaliyotda g'am-andisha, kasallik va ofatning yo'q bo'lishining o'zila bir baxt. Ishdan charchab qaytganingizda apangizning yoki jo'ringizning bir qancha issiq tamoqining tayyor bo'lishi, yomg'irdan daldinib panohlanadigan joyingizning yoki baxtli oilangizning bo'lishi, teningizning salomatligi, mana bularning hammasi o'xshashli